Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana bugun yana Fozil akamizga Pavlona nihollaridan nima qilib beryapman. Sortlardan Shanton va M1 sortlaridan tog'ab borib akam kishi. Akamiz juda qiziqib qolgan. Ko'hlam kunlari ham ko'rgan bo'lsangiz 20 ta olib ketuvdi ko'chatidan. İnternetda bor u. Ayo, turibdi masim qiziqib nima qilyapti. Bu zo'r daraxtda bu. Bu ham qayishqoqligidan, mustahkamligidan a'lo sifatli taxta yog'och material olinadi bundan. Alyuminiy deyapti. Bu paraxodsozlikda ishlatiladi asosan. Bundan hammaga tavsiya qilamiz erishga. Kimga kerak bo'lsa uni Boyqo'ristog'da bor. Murojaat qilsalaringiz katta ko'chatlardan ham, kichik ko'chatlardan ham yetishtirib beradi. Shu akva qilyapti, eshtirza qilyapti, suv tortmaydigan to'xtasi. Suv tortmaydi ekan umuman. Shuning uchun paraxodsozlikda ishlatiladi bu. İşte bu hammasi ortadan bor. Yoshun hollar eng kattasi mana nasib bo'lsa eng kattasi shunday da. Mana. Shuni fevral oyida qalamcha qilingan. Hozirda mana shuncha bo'ldi mana.